Tövende Amerika Uygur Cemiyeti'nin muavin reisi ve kurultayımızın bayanatçısı Alim Siyitov Efendi'ne söz teslim ederim. Merhamet. Assalamu alaikum aziz vatandaşlar, qarindoshlar, muhtaram akalarimiz, hadilarimiz, bizning mushqadam inqilobchilarimiz, hammalarning o'xshash bo'lmagan har bir davlatdan bugun shu Myunx shahriga kelganinglar ko'p rahmat. Hammalar bilan yana bir qitim ko'rish fursatiga ega bo'lganimdan nihoyat xushalman. Hammalarni ko'rganimdan nihoyat faxrlanaman. Chunki bugun bu yerga yig'ilib o'tganlar hammasi vatanda, millatda qanday qilib vatanimni qutqizma, xalqimga nijotlik bilib kelama. Men nima qilsam yoki men turishliq davlatdagi tashkilotdagi odamlarim yoki shu tashkilot nima qilsa, bu shu dunyo Uyg'ur qurultiyining ishini tig'im yaxshi, obdan qila olmayman degan niyatda ham bu qitimqi kengaytirilgan doim komitetining yig'inida shu albatta yuqoridagi so'zlagan inqilobchilarimiz degan 7 oyning 5 voqeasi va shuningdan keyingi fojialar to'g'risida nurg'un masalalarni qanday bartaraf qilamiz degan maqsadda kelganinglarga men alohida tashakkur aytaman. Chunki haqiqatan hamda 49-yil Xitoy hukumati bizni besib olgandan keyin nurg'un cho'ng ko'lamli namoyishlar, inqiloblar bo'ldi. Lekin Xitoyning ishtishini ham dunyoni zilzilaga keltirgan voqea o'sha 7 oyning 5-gi voqea bo'ldi. Shu sababdan ilgari Uyg'urni bilmagan, anglab baxmagan Xitoylar anglagan albatta, ammo vaziyatni bilmagan. Uyg'urning qanday bir millat ekanligini bildi. Uyg'urlarni bilmay hech qachon Tibetliklarni bilgan, faqat Xitoy desa Tibetning masalasi bor degan g'arb ellari ham dunyo xalqi to'xtabdi bu yerda Tibetlar emasga, bu yerda Uyg'ur deydigan bir millat borki, ularni Tibetga o'xshash bir millatga Xitoyning ostida ezilib o'tibdi degan bir yangi bir tushunchaga erishdi. Bundan sirt albatta dunyo Uyg'ur qurultiyi va uningdan burungi nurg'un tashkilotlarning inqilobiy peshqadamlarimizning bo'libmi Rabia adımız chiqqandan beri ilib borgan faoliyatlar sababidan xalqaro jamiyat bu Uyg'urlarning vaziyatini tig'im yaxshi bildi ham tushundi. Shu sababdan Uyg'ur masalasi bugungi kunda xalqaro bir masalaga aylandi. Bugungi kunda bu masala faqatlam akademiklar betadqiq qiladigan masala emas, mayli Germaniya hukumati bo'lsin, Yevropa birligi bo'lsin, Amerika hukumati bo'lsin, ciddi ko'ngil biladigan, matbuotlar qiziqadigan, Uyg'urlarning madaniyatini tushunishni xohlaydigan, biladigan insonlar texmi ko'p bo'lib ketdi. Hamda albatta bu bir yaxshi ahvol. Ammo shuning bilan bir vaqtida Xitoy borgan sari kuchayib, razillashdi. Qo'rqmasdan Uyg'urlarni yuzlab, hatto minglab atadigan bo'ldi. Ochiq, oshkor 7 oyning 5-i hammamiz ko'rdik. Ama şu vaziyet sebepten bizning bu davarımız shunchalik jiddiyleşti. Çünkü hazır biz tarixdagi eng qorong'u bir davrda hozir. Bu chaqchaq qiladigan, asta davo qilib oldirmay, vatanimizni tatib olamiz, ya avalimiz deydigan davr o'tib ketdi o kunlar. Çünkü Xitoy burungi Gomindan emas bular, bu Gongsandan. Uyg'urlarni yiltizning qurtimi deb siyasetlerini yürgüzüyordu. Hemenizge yeni o çok aşkara Xitoy hükümetiga qarshi tuğanlarını 7 oyning 5'te qirib Qağanlarını terrorizm, onunla buna yölep itivatıdı. Qağan, aralıqda qağan silent majority dedi, sükütteki köpçilik Uyg'urlar. Davanı qo'llaydisə, ailesi bor, balası bor, urug' tuqqani bor qo'rqaydi. Gongsandanni qo'llaydisə, Gongsandan razil Uyg'urlarga ziyonkashlik qilayotgan. Ammo sükutda beşini qumning ichiga tiqiblam, bir kunisi bir kuni hisob deb yashayotgan ko'pincha xalqimizmi, ular tahdid ostida, qo'rqinish ostida, vahima ostida yashayapti. Endi Xitoyning ular qaratgan maqsad siyosati bo'lsa,
asta tilini, dinini, medeniyetini, kalan nersini yoktu. Pakatlam çırayı Xitayga okşamaydıgan. Xitay, yeni bir Xitay milletini şekillendireydi. Biz özümüzden asta Xitay sözleydigan bolumuz, Xitayca kiyindigan bolumuz, Xitayca nakş etimiz, keyin ismimizden Xitayca atışımız mümkün. Bizning bilishimizcha, 7 ayning 5-dan keyin ata-onasi o'lib ketgan, onalari ko'chaga chiqib namoyish qilgandan keyin onalarini ketgan nurg'un yetim bolalarni Xitoylar tatib olib ularni nurg'un Xitoy oilasiga berib o'tganmish. Ham ularning ismlari albatta Xitoycha o'zgartirildi. Bu bolalar cho'ng bo'lsa Xitoy bo'ladi. Maqsad shu. Bugungi kunda bizning uchrayotgan tahdidimiz mavjudiyat tahdidi. Uyg'urlarning bir millat bo'lib saqlanib qilinishi yoki yo'qolishi. Xitoy mushu siyosatini yana 20-30 yil davomlashtirilsa, agar bizning strategik xalqarodagi davorimiz birlashmay, ittifoqlashmay, mushu dunyo Uyg'ur qurultiyining ostida bir bayroq ostida Xitoyga bir tahdid bo'laligidek bir kuch bo'lib shakllanmasak, bizning xalqimizning kuni bag'ansiri taslishidir, bizning millatimizning ahvoli mavjud bo'lishi bag'ansiri bir xavf ostiga tushib qoladi. 7 ayning 5 voqeasi her qanday bir uxlab yotgan Uyg'urni uyg'otish kerak. 7 ayning 5dan keyinmi, ya'ni ishkilangan Uyg'ur bo'lsa, men bu da'vo tarafda turaymi, vatan xalqim tarafda turaymi, yoki ko'zimni yumib, Gongsandang tarafda turaymi, deydigan tanlash yo'q Uyg'urlarga. Agar yana shu tarafda turgan Uyg'urlar bo'lsa, Xalqaptis taraf, Xitoy tarafda unda Uyg'ur emas. Uyg'urlarning hozir ikki tanlashi bor. Birisi xalqimiz, vatanimiz uchun davoni qo'llab, davoni kuchlantirib, Xitoydan olgan narsani ilish. Yana birisi shu Xitoy tarafda turish. Hozir Nurbekliga o'xshash, yana nurg'un milliy munofiqlarga o'xshash. Shuningga bizning vaziyatimiz nihoyatda bir jiddiy, bir mushkul, bir fojialik bir ahvolda hozirgi sharoitda. Ishki talash tortish har qaysi bir davlatda ishki jangi jidal, quruq obro'yparastlik, shuhratparastlik, 73-yili birsi menga qaramaganti, 89-yili birsi men alayganti degandek, shu talash tortishlar bilan ittifoqlashmay, davoni olg'a bostirmay, jang jidal qilib har bir davlatga davoni keyniga surib, u davoni patqoqqa patrosh hozirgi vaqtda bak xatarlik bir ish. Shuningga mening shaxsiy umidim bu qitimqi bu kengaytirilgan yig'inda mushu masalalarni obdan bir muzokaralashib, hamma mushu masala bor davlatlarga masalalarni chiroyli bir-birlab hal qilib, ittifoqlashtirish kerak hamma kuchlarni. Chunki vatan bir, davorimiz bir, davlatning manfaati bir. Qolgan millatlar Tibetlik bo'lsin, Tayvanlik bo'lsin, yana bir xalq bo'lsin, ular hammasi davlatning manfaatiga kelgan chaqda har qanday tashkilot bo'lishdan qat'iy nazar, har qanday ixtilof bo'lishdan qat'iy nazar, har qanday chiqish olmaslik bo'lishdan qat'iy nazar, davlatning manfaatiga kelganda bular bir. Biz shuni bilishimiz kerak, ham davlatning manfaatini ko'zda tutib, shaxsiy quruq parang adolatni yo'q chiqarib, vatan, millat uchun kurash qilsak, Xitoydan oldiganimizni cho'qim patarda olamiz. Rahmat.